Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bana. Marhamat, bu Usmonjon. Hozircha ekishga yana to'xtatilgan qarpuz handalar. Aha. Berga Xudo xohlasa xalq keladi. Ikkita handalak o'nsin, 3ta o'nsin bo'ladi. Hozir bitta 15 ta yo'l bermaymiz. Hozircha 4 kilo o'nsin bugunga. bu ha? Ha, 4 kilo paket bepul. Paket bepul. Mana bular o'nsam 10 kilosi. Ana. Bizga hozircha shu bugunga pomidor. G'o'ra olib ketdi bitta jo'ram. Mana. G'o'ra endi oyog'i og'ir xotinlar edi-da buni. Bunday normal odam yemasa kerak. G'o'rani hech pul beramiz bu. G'o'ra bilmayman, tayla qochib ketdi egasi. Kelsangiz narx qilamiz. Zardolini narxi 3 kilo o'nso'mda. Ha? Narxi zardol 8 kilodan eshaddan. Mana. Bu partovda guruhtara. Xullas. Mana. Bugun Chaqir bu yoqqa. katta bodringni biri olmishdan olgan mana shef. Lekin mana uni klient olmaydi-da mana uni. Bitta yarim keladi. Mana. Ya gushas ketdagi. Lekin kalon ham bo'ladi. Barani. Aldarajadagi dehqon ham mana. Dehqon ham professional dehqon ekanda, ha? Endi shu go'sht besuyak bo'lmaydi. Bo'ladi, inshaalloh. Sotish kerak. Qarashchi, pomidor 10 so'm kilosi. Mana shu